Assalomu alaykum. Ko'cha qorong'i ekan. Uxlaymiz. Ana ertalab ham bo'ldi. Mana mani qushim bor. Mushugim va kuchugimdan tashqari. Bu mani uyim. Yangi uy qurdim, lekin tomsiz. 2 xonali. Oshxonani hisobga olmaganda. Mana kattagina. O'zi ham qurishga ko'p vaqt ketdi. Hozircha men delfin boqmoqchiman. Shuning uchun hamma joyga oynalar qilib chiqdim. Uyim hali tomsiz, bilasizlar. Shunga hozircha akvarium yasab, keyin delfinlar solib ichiga keyin tom qurmoqchiman. Bitishini kutamiz. Hozir men tavakkal qilyapman. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Qiziqmas, lekin o'xshasa xursand bo'lgan bo'lardim. Akvarium qilish men uchun qiyin ekan. Oxirigacha yopmaymiz, chunki suv solishimiz kerak. O'zimizda suv yo'q ekan. Shunga zaxira xonasiga kirib suv olishimiz kerak. Mana suvimiz ham bor. Endi akvariumni ichiga suv to'ldirib, keyin delfinlarni suvga qo'yib yuboramiz. Mana bitta delfin tushdi. U delfin uyda suzyaptimi yoki akvariumda suzyaptimi tushunmayapman-da. Suv toshib ketdi uyimizga. Tezroq hozir qum olib suvni to'xtatmasak bo'lmaydi, hamma joyga o'tib ketishi mumkin. Kechirasizlar. Muammo bo'lib qoldi. Aytdim-ku, tavakkal deb. Ehtiyotkorlik bilan qilishim kerak edi, voy yana toshib ketdi. Hali bu bloklarni olish muammo. Shu delfinlarni yaxshi ko'raman-da, shunga. Endi o'ldirib tashlashga majburman. Chunki suv yo'q qilyapman-da, o'ladi ular baribir. Endi sekin-sekin bloklarni olamiz. Bu ishimiz o'xshamadi. Hozir tom qursak o'xshashi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan olamiz. Voy, yana suv toshib ketdi. Muammo bo'lib qoldi. Ana o'zimizni hozir suv toshqani muammosini yechimini topdik. Ya'ni men to'xtatdim suv toshqinini. Endi tomga o'tdim. Tom uyni chiroyli qiladi. Mani uyim bilasizlar, keyingina kattagina tom yarashib tursa kerak. Mana deyarli bitib qoldi. Tezroq bitirish kerak, kechqurun bo'lib qolmasdan. Men darrov kechqurun bo'ldi. Bitirib oldim, lekin oxirigacha qilishga erindim. Shunga oq blok bilan yopib chiqdim. Mana yaxshi chiqdi. Men uchun yaxshi chiqdi. Oynalar ham qurib chiqdim. Normalniy. Oynalar ham qo'ydim. Endi bezatsak bo'ldi. Mana pastdan yo'l qildim zaxira xonasiga. Zaxira xonasidan cherdakka chiqish mumkin tomimizga. Mana. Zo'ra anetdagi narsani yopishim kerak edi. Men bu yerga yana blok qo'yib yubordim. Faqat blok ushlab yursam, qayergadir blok qo'yib yuboraman, deyman. Mana. Kechqurun bo'pti. Uxlashim kerak. Men bu yerga rasmlagan baho berasizlar, chiroyli. Bo'lmasa men uxlay qolay.
Ertalab bo'pti. Xayrli tong. Yana baliq qo'yib yubordim. Baliq ushlab yurmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa yana baliq qo'yib yuboraman. Tepaga chiqishim kerak. Cherdakka kerakli narsalar bilan to'ldiramiz. Mana qushim shu yerda ekan. Men ruxsatimsiz chiqatga ketmaydi. Faqat oldimga kelishi mumkin yoki yelkamni ustiga chiqib oladi. Mana. Hozir shu yerga bezatish uchun rasmlar qo'yibman. Mana. Narigi tarafga ham qo'yib bo'ldim. Endi cherdakni ichiga ham yashash uchun mo'ljallangan narsalar qo'yamiz. Ana yerda go'shtlar bormi? Kim tashlab ketibdi? Mana bu yerda hozir hamma narsa qo'yib chiqdik. Kiyimlar. Agar sayohatga chiqsak, chodir qurishga kerak bo'ladigan narsalar. Hammaga xayr.